Video Telegramda avtomatlashtirish, ya'ni menda Telegram kanal bor. WStudio Uz deb nomlanadi. U kanalga har kuni men qanaqadir post jo'nataman. Bu postni qanday qilib avtomatlashtirish mumkin? Bu hamma tekstlar ChatGPT orqali qilingan. Buni birontasini o'zim yozmaganman. Mana bu ham ChatGPT orqali. Buni endi o'zim yozganman. Bu ham ChatGPT orqali. Hattoki juma bilan tabriklash ham ChatGPT orqali bo'lgan. Mana masalan, juma bilan muborak deb tabriklaganman. Qalbingizdagi iymon doim connected bo'lib, hayotingizni barakaga to'ldirsin. Hatto o'zim qilmaganim uchun o'qishda ham adashdim. Xo'p, endi birinchi sizlarga qaysi sistemadan foydalanishimni ko'rsataman. Bu make.com va shu videoni opsiyasida linkdan qoldirganman. O'sha link orqali registratsiya qilsanglar, tekinga 1 oy ishlatish imkoniyatini beradi. Qolganida ham tekinga ishlatsanglar bo'ladi, lekin funksiyalari kam bo'ladi. Xo'p, bu kimga kerak bu video? Bu video agar siz ingliz tili o'qituvchisi bo'lsangiz yoki IT dasturchi bo'lsangiz, kanalingizda o'zingizga kanalingizdagilarga har kuni ma'lumot yetkazib berishga vaqt sarflagingiz kelmasa, shu yo'ldan foydalansangiz bo'ladi. Videoni ko'rsangiz hozir tushuntiraman. Xo'p, buning uchun biz ya'ni buni ishlatamiz. Birinchi o'rinda men sizlarga bu qanday ishlashini ko'rsataman va uni meni faylim orqali qanday qilib sizlar osongina o'zingizlarga o'rnatishingizni ko'rsataman. Xo'p, birinchi o'rinda menda juda ham ko'p. Mana juma muborak, LinkedInga post qiladiganim bor, social mediaga upload qiladigan narsalarim bor. Bizga esa hozir Telegram morning degani kerak. Ya'ni ertalabki. Kuniga men 2 marta jo'natardim, Telegram morning va afternoon. Xo'p, birinchi o'rinda mana bu saytga kiramiz, make.com, login qilamiz silka orqali va kirganimizdan keyin mana bu joyda scenarios deganini tanlaymiz. Mana bosamiz va bu yerda new scenario qilamiz. Xo'p, dalshi new scenario qilgandan keyin uni mana bu joyda import qilsangiz, hamma mashina import qilsangiz bo'ladi. Shuning uchun buni hozir tushuntirib o'taman. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz, biz har kungi mavzularni bilib olishimiz kerak. Har kungi mavzuni mana trigger degan narsa bor. O'sha orqali, tools orqali har kungi itemlarni berib chiqamiz. Bularni sizlarga aytib o'taman, lekin men qilgan narsani skachat qilib uстановка qilsanglar birpasda bo'ladi. Bu narsani yaratib o'tirishingiz shart emas. Faqat o'zgartirishingiz kerak bo'lgan narsa quick tip, tutorial va shularni o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu nima ish qiladi? Biz aytamiz, dushanba kuni mana bu mavzuni olasan. Seshanba kuni bu mavzuni olasan. Chorshanba kuni esa bu mavzuni olasan deb aytib chiqamiz. Endi bizga kunni aniqlaydigan tool kerak, ya'ni set variable degan. Mana bu joydan toolsga kiramiz. Set variable olamiz. Yana aytaman, buni qilishlar shart emas, bu tayyor bo'ladi. Shuni olib ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p. Bu yerda kunga qarab ajratib beradi. Monday bo'lsa, ya'ni bugun bo'lsa, bugun kunni oladi. Mana format date now da oladi bugungi kun va now the date ni oladi Monday. Agar bugun Monday bo'lsa, mana bu temani qaytaradi. Xo'p, bu tushunarli bo'lsa, dalish ketamiz. Keyin bu temani olgandan keyin bu yerda men 2 ga bo'lganman yo'limizni. Ya'ni agar mana buni bossanglar, ko'rsatadi. Agar current topic, ya'ni bugungi topikimiz jumaga teng bo'lmasa, ya'ni agar topikka qarab o'tsam, juma kungi Friday'da, ya'ni juma deb qo'ygan, o'zimga oson bo'lish uchun. Xo'p, bugungisi jumaga teng bo'lmasa, ya'ni boshqa operatsiya bajariladi. Agar jumaga teng bo'lsa, juma kungi operatsiya bajariladi. Xo'p, endi bizga bu ma'lumotlarni saqlash kerak. Nimaga saqlash kerakligini hozir tushunib olasizlar. Airtable ochaman. Bu saqlash uchun men tool ishlataman. Buni ham registratsiya qilsanglar bo'ladi. Silkasini qoldiraman.
Xo'p, bu nimaga kerak? O'sha aytganimdek hammasini saqlaymiz. Saqlashimiz sababi mana message ChatGPTga aytsanglar, menga shu mavzu bo'yicha qanaqadir ma'lumot ber desanglar, u har safar bir xil ma'lumot qaytaradi. Sizlarga yangi ma'lumot bermaydi. Bizga har kuni eskilardan boshqacha ma'lumot kerak. Kanalimga obuna bo'lganlar biladi, boshida menda bu narsa yo'q edi va shuning uchun ham bitta ma'lumot 2 marta qaytarilardi. Bolalar ham yozgan, aka buni yozgandingiz degan. Sababi shu. ChatGPT qilgan. Xo'p, buni qanday men yechimini topganman? Buni hammasini saqlab ketasiz. Message degandagi title qilganman. Bu title nima? Bu message joyi katta bo'lgani uchun, juda ham ko'p tekst bo'lgani uchun menga prosta buni mazmuni kerak, qisqa mazmuni, nima haqidaligi. O'shani bu yoqqa yozib ketaman va ChatGPTga mana shu hammasini olib, shu titlelarni hammasini olib aytaman. Ey ChatGPT, mana shu mavzulardan tashqari bo'lgan yangi menga ma'lumot ber. Qaysiki bu mavzularga to'g'ri kelishi uchun. Buni ochish sizlarga ko'rsataman, chunki bu narsani qilib bo'lmaydi. Agar qilish iloji bo'lsa, Telegram kanalga yozib qo'yaman. Sразу eksport qilib olasizlar uni ham import qilib. Xo'p. Mana Airtable'ga o'tamiz. Telegram message deganiga o'tib, Telegram table'dan title'larni olib ber deyapman. Bu hamma mana title'lar. Hop, endi title'larni oldik. Agar buni hozir run qilsam, run this module. Mana bizga 60 ta narsa qaytardi. Chunki limitini 60 ta qilganman. Buni xohlasanglar 100 ta qilsanglar ham bo'ladi. Endi qaranglar. Agar buni hozir busiz faqat ChatGPTga ulasam ham bo'lardi, lekin bu menga 60 marta qaytadan yangi message chiqarib berardi. Shuning uchun buni hammasini, mana 60 ta berilgan narsani output, mana output, input, so'rovim va menga chiqarib bergan narsa. 60 ta narsani bitta list qilishim kerak, bitta joyga to'plashim kerak. Uning uchun mana text aggregator degan narsa bor. O'shani bosib, bu narsalar qizimas, new row agar xohlasangiz tushuntirib o'taman, bu prosta o'sha tekstlaring yangi rowdan bo'lsinmi yoki ketma-ket kelaversinmi degan ma'noda qilingan. Va bu yerda aytyapman, o'sha mana bundan chiqqan tekstlarni, hamma tekstlarni bu yerga ol deyapman, title. Mana buni bossanglar sразу ko'rsatadi. Mana search record, hop, title olamiz. Hamma title olinadi va buni output'i bittagina bo'ladi. Shunda bu bir marta yuguradi. Bunda bo'lsa 60 marta ChatGPT ishlardi, bunda bir marta. Endi ChatGPTga o'tamiz. Bu yerda connectionlarini o'zingizlar ko'rib qo'ya olasizlar. Connectionni unchalik qiyin emas. ChatGPTdan key olishinglar kerak va uni ishlatishinglar kerak bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda bu ham muhim emas. Eng muhimi mana bu joyda GPT to'g'ri 5 ta tanlaganman, chunki menga JSON formatda tekst qaytarish kerak. 3 ta tanlaganimda yoki 3 5 tanlaganimda JSON formatda tekst qaytarilmardi. Xo'p, endi men aytyapman. Generate current topic, ya'ni bizda nima bu? Current topic. Agar bunga olib borsam mishkani, sizlar mana bu joyga e'tibor beringlar. Mana ko'rgan bo'lsanglar, bu ko'rsatyapti, bu qayerdan kelgan. Ya'ni bugungi mavzuni olyapti bu. Bugungi mavzu bo'yicha mana bu hamma narsani aytganimni qilib ber deyapman. Xo'p, endi aytganim nima bu yerda? Do not repeat this previous text. Ya'ni qaysi tekst? Mana yana mana bu joyga e'tibor bersanglar, uni ostiga olib borganimda mana ko'rsatadi. Shu tekstlarni qaytarmagan holda menga JSON formatda yangi qanaqadir mavzu qilib ber deyapman. Endi bu mavzu qilib bergandan keyin hozir buni agar run qilsam, aytaylik oldingi tekstlarimiz bo'lmagan, birinchi marta yuryapti va bugungi mavzuyimiz mana career advice. Hop, OK deb bosaman. Bizga hozir JSON formatda output qaytarish kerak. Hozir bilib olasiz nimagaligini. Xo'p, bizda output bor. Choicesga o'tamiz. Message ga qarasak, bizda preview bor, ya'ni
Projectda web coding skill deyapti. Career advice u ketdi mana content bo'yicha. GPT bo'yicha content qilib berdi. Xo'p, endi bu yoqqa o'tamiz. Biz u qilgan kontentini saqlab ketishimiz kerak. Chunki mana bu joyda yangi narsa saqlanadi va keyingi safar yana bir marta keyingi kuni run bo'lganda bu ma'lumot qaytarilmaydi. Xo'p, bu yerda nima deyapman? Record ID, IDni IDga tengla, ya'ni ChatGPTdan olinadi. Message result content, title result preview va created. Topic bo'lsa, topicimiz mana bu current topicga teng. Xo'p, endi bu yoqda Telegram bot connection bo'ladi. U connection ham juda ham oson. Telegram botlarni tushunadiganlar bo'lsa, connection qilsa bo'ladi. Agar tushunmaydigan bo'lsanglar, kommentariyaga yozinglar. Biz bu narsani bilmaymiz, o'rgatish kerak desanglar, o'rgatishim mumkin. Xo'p, endi bu yoqda men resultni mana bu WStudio uzga jo'nat deyapman. Xo'p, buni hozir bitta run qilaman-da, sizlarga shuni taxminiy qanday qilish kerakligini ko'rsatib o'taman. Buni run qilish uchun birinchidan nazorat qilamiz. Mana bu offni on qilib qo'ysanglar, bu har kuni ishlaydi. Ya'ni aytish esimdan chiqdi mana. Run scenario deyapman, schedule. Ya'ni nima deydi? Aytyapman bunga dushanba, har kuni buni run qilasan soat 4:00 da. Hozir men Chexiyadan. Sizlar O'zbekistonning vaqtida bu 8:00 bo'ladi. Shuning uchun ham men bu yoqda 4:00 qilganman. Sizlar o'zingizlar любой payt tanlab qilsanglar bo'ladi. Xo'p, save'ni bosamiz. Activate scenario deb so'rayapti. Activate qilaymi deyapti, lekin men bunga kerak emas hozir. Agar buni runni bossam, mana ketdi. Run bo'ladi va Telegram kanalimda yangi message paydo bo'lishi kerak. Mana, ko'rdinglarmi? Bu 26-kuni edi. Bu message. Bunisi bo'lsa best practice, ya'ni bugungi tema bizda best practice bo'lgan. Mana buni bossam, Monday, Sunday, bugun yakshanba best practice. Xo'p, buni qayerdan bildik? Mana bu joydan. Xo'p, current topic bizda mana bunga teng. Current topic bizda nima? Bu yoqda bilgandik. Current topic bu mana bu narsa, ya'ni generate mana shu current topic bo'yicha. Yani e'tibor beringlar, olib borsam bu yonib o'chadi. Yana yonib o'chadi. Okay, tushunarli. Dalshi biz aytyapmiz. Hammasini olib ber. 60 ta narsa olib beradi. Bu yoqda 60 ta narsa bizda input bo'ldi, ya'ni kiritdik. 60 ta ma'lumot bizga chiqarib bergani mana output bitta mana. Uzun qilib 60 ta ma'lumot tekstini chiqarib berdi. Endi mana shularni qaytarmagan holda yangi mavzu qilib beradi ChatGPT. Outputini ko'rsak, choices bizda yangi message, ya'ni best practice. Mana o'sha bugungi kun 4-may, bemalol kirib ko'rsanglar bo'ladi kanalimga. Bu narsa haqiqatan ham bor, yolg'on emas. Xo'p, endi bizda, ya'ni endi ko'ramiz. ID nimaga teng edi? ID bo'yicha yoki bu yoqda kunini ham qilganman. Date bo'yicha mana ko'rsak bo'ladi. 4-kuni 2025-yil 4-may kuni mana yangi kod bo'lgan. Agar buni yana bir marta run qilsam, bu tema emas, yangi temada bo'ladi. Xo'p, endi sizlarga hozir shuni qanday qilib o'rnatish haqida ko'rsataman. Xo'p, uning uchun mana bu joyga o'tasizlar, ya'ni bunga kirib login qilganlardan so'ng mana bu narsa ochiladi. Dashboard, ya'ni sizlar ishlatgan narsalar. Mana ssenariysga o'tamiz. Yangi bu yoqda create new scenario qilamiz va bizga yangi ssenariy ochib beradi va shunda siz mana bu 3 ta nuqtani bosishingiz kerak. Buni samdayroq bu yoqqa qo'ysam ham bo'laveradi menimcha. Xo'p, siz bu yoqda mana buni bosishingiz kerak va import blueprint, ya'ni yangi fayl, o'sha men
Mana buni eksport qilganman, shuni olsanglar bo'ladi. Buni Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Video chiqqanda o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, choose file'ni bosasizlar va o'zingizlarga kerakli blueprintni nima deb saqlangan qilsanglar ham shuni open bosinglar, save deb bosinglar, sразу же men qilgan narsa mana tayyor bo'ldi. Bu Telegram Morning deb nomlandi, chunki bu boyagi ham Telegram Morning edi. Xohlasanglar buni Telegram test deb qo'yasizlarmi, xohlasanglar Telegram deb qoldirasizlarmi prosta. Lekin menda Telegram test 1 bo'lsin. Chunki boshqa video qilishim ham mumkin agar bunisi o'xshamasa. Xo'p. Endi ko'ramiz, bizda bormi hamma narsa? Bizda hamma narsa bor, bu bor. Buni o'zingizlar mavzularga moslab o'zgartirishinglar mumkin. Agar sizlar ingliz tili o'qituvchi bo'lsanglar, dushanba kuni grammardan, seshanba kuni vocabulary, keyin quiz, har xil narsalar qilsanglar bo'ladi. Xo'p, bu ishlaydi, hammasi ishlaydi. Sizlar o'zgartirishinglar kerak bo'lgan narsa. Sizlar mana buni ochishinglar kerak. Ya'ni airtable.com buni ham silkasini qoldiraman. O'sha silkaga o'tib, registratsiya qilib, yangi workspace bosasizlar, yangi workspace ochasizlar. Ichida table ochishinglar kerak bo'ladi. Xo'p, agar buni eksport qilish iloji bo'lsa eksport qilaman, lekin iloji bo'lmasa hozir sizlarga ko'rsataman qanaqa qilib ochishni. Mana test deb so'zlat qildik. Bizga bularning birontasi ham kerak emas, shuning uchun buni delete qilamiz. O'chiramiz. Buni bo'lsa rename qilamiz. Ya'ni edit field. Bizda ID bo'lishi kerak bu. Single line text. Hop, plusni bosamiz. Bizga nima kerak edi? Bizga message degan kerak bu. Hop. Plus create field long text qilamiz. Chunki messageimiz katta bo'ladi, shuning uchun ham long text tanlaymiz. Message create field. Okay, keyin nima kerak? Mana ochib ko'ramiz. Keyin bizga title kerak. Title kichkina bo'lgani uchun faqat single line text qilsak ham bo'ladi. Title create field. Okay, dalishi. Keyin ochadigan narsamiz. Bu yoqda date. Videoni bu yoqqa o'tib bo'lamiz. Hop. Bizga date kerak. Date qilish uchun yana testga o'tamiz. Plus bu yoqdan date tanlaymiz va date deb nomlaymiz. Create field. Keyingisi bizga eng muhimi, ya'ni topiklar. Buning uchun single select tanlaymiz va bizga add option qilishimiz kerak. Hozircha men optionlarini kamroq yozaman, chunki bu yoqda 7 ta option bor. Edit fieldni bosam, mana bu yoqda ko'rsanglar bo'ladi. Hozircha 2 ta qilaman. 1. Hop. 1 2. 2 ta qilaman. Great. Endi buni yangi qo'shganimizda bunga faqatgina shulardan tanlasak bo'ladi. Bulardan tashqari tanlasak, bu xatolik beradi. Okay, bu tushunarli bo'lsa, mana bunga qaytamiz, tekshiramiz, hamma narsa bormi? Date, topic, title, message ID. Xo'p, mana bu select nomini o'zgartiramiz. Bu topic yoki topic qismida. Topics ekan. Okay, topics. Okay, hamma narsa tayyor. Endi qiladigan ishimiz bunga o'tib, ulanganlardan keyin ulanish juda ham oson. Bu yerdan o'sha tanlaysizlar. Menda bu test edi. Test tanlaymiz va o'zi sразу chiqarib beradi fieldlarni. Title tanlaysizlar, save. Bu o'sha tayyor bo'ladi bu sizlarda. Bu ham tayyor bo'ladi-yu, lekin connection'ini qilishinglar kerak va mana buni o'zingizlarga moslab o'zgartirishinglar kerak. Men bu yerda aytganim, JSON formatda qilib ber deb aytganman. Xuddi shuni sizlar ChatGPTga olsanglar bo'ladi, mana. Xo'p, ko'rsatib qo'ya qolay shuni ham. Okay, ChatGPT. Xo'p, ChatGPTga tashladim, aytaman. Xo'p. Bu web dasturlash uchun yaratilgan prompt
prompt. Endi menga ingliz tili darsliklari uchun prompt qilib ber deymiz. Qani ko'ramiz. Yo'q, biz noto'g'ri tushundik bu. Bu o'ylayapti. Mashina xuddi shu prompt bo'yicha, mana bu aytganim bo'yicha yangi rad ber deyapti, lekin kelinglar shuni o'zinglar yoza olishinglar uchun men aytganman, bu yoqda Telegramga to'g'ri keladigan paragraf qilib ber deganman. Va u unique bo'lsin, o'zgarmaydigan bo'lsin, message qiziqarli bo'lsin deganman, emoji ishlat, bold italic ishlat va hokazo deganman. Sizlar shuni ingliz tiliga o'zgartirishinglar uchun mana bu joyda about English desanglar bo'ladi. Shunda u ingliz tilida qilib beradi. Va bu yoqda format code snippet bularni olib tashlaysizlar, chunki bu dasturlash uchun kerak faqat. Va shunda menimcha tayyor bo'ladi. Xo'p, endi bu narsa chiqadi, bu yoqqa yana saqlanib qilasizlar, o'shani tanlaysizlar. Mana bu joyda ko'rgan bo'lsanglar, result уже qora bo'lib qolgan, chunki bu yoqda outputini hali ko'rmadik. Ya'ni birinchi marta run qilganinglarda bu yoqda bu narsa chiqmaydi. Shuning uchun har bitta qilganinglarda bitta run qilib ko'ringlar. Yoki mana modul o'zini run qilsanglar, bizda hech narsa yo'q bugun. Current topic mana. Xo'p, ozgina kutamiz. GPT ishlaydi. Tak, xo'p, mana GPT ishladi. Bizga mana berdi. Message. Endi mana bu joyda endi mana bular chiqdi. Chunki bu oldin ko'rmagandi, bu run qilmagani uchun endi mana ko'ryapti. Endi men o'zgartirishim kerak bo'lgan narsa hozir bu yoqda table'da testga o'zgartirishim kerak. Shunda yana boshdan yozaman. ID ga ID, GPT'dagi message ga bo'lsa, mana bu joyda resultdan sразу уже contentni bosaman, message bu ko'pi. Title bo'lsa, mana previewni bosaman. Buni o'chiramiz. Title ga o'tamiz. Previewni tanlaymiz. Date ga bugungi bo'lgan kun. Ya'ni mana bu joyda bor. Created degan joy bor, mana shuni qo'ysangiz ham bo'ladi. Topic ga, ya'ni qaysi topic bo'lganini yozib qo'yishimiz kerak. Topikimiz bizda mana Sunday, Monday, Saturday yo'q. Bizga current topic, ya'ni bugungi topic bo'yicha tushuntirgandek. Save qilamiz. Endi men sizlar tushunishinglar uchun mana bu joyda yana bitta boshqa kanalim bor. Test deb nomlanadi. WStudio Test. Hop, uni sizlarga ko'rsataman. Mana bu kanalim bor, WStudio Test. Buning uchun bu yerga subscriberni ochib qarasam, mana bitta bot sayt qilganman. WStudio News deb, o'sha newsni mana bu joyga ulaysizlar. Bu juda ham oson. Ozgina ko'rsanglar, dokumentatsiyasini oson, bu juda ham qilsanglar bo'ladi. Xo'p, bu ulangan va bunga dostуп berilgan. Shu kanalga SMS jo'nata oladi. Ya'ni bu yoqda mana ko'ryapsizlar, bu test uchun juda ham ko'p narsa qilib ko'rganman. Endi biz hozir buni ishlatib ko'ramiz. Xo'p, buni sal teparoq qolaman. Buni ochamiz va runni bosamiz. Run ketdi. Mana bizda xato ko'rsatdi. Bu juda ham yaxshi xato ko'rsatgani. Chunki sizlarda ishlamay qolsa, ishlamadi-yu demaysizlar, aytasizlar. Xo'p, endi nega xato? Hozir ko'ramiz. Tak. Title. Output field. Ignore qilamiz. Okay. Okay, buni run qilib ko'raman hozir. Nega ishlamaganini ko'ramiz.
Okay. Xo'p, Telegram messages, Telegram test. Nomini bir ko'rib olay. Test deb nomlandi. Topic quick deb. Xatoni tushundim, chunki bugun bizda yakshanba. Yakshanba topikimiz yo'q bizni. Shuning uchun ham xato ko'rsatdi bu. Buning uchun edit fail qilib, shuning uchun ham muhim, hamma topiklaringlar bir xil bo'lishi kerak. Save qilaman va buni run qilib ko'ramiz. Baribir xato chiqdi. Okay. Tak, buni empty save title id. Bu o'zi hozir hech narsa qaytarmaslik kerak. Mana. Bo'ldi, tushundim. Chunki bu id olyapti, bizda bo'lsa pustoy narsa bor edi. Ya'ni hech narsani qidiryapti-da, topolmasdan bizga muammo qilyapti. Shuning uchun buni o'chirib yuborasizlar hammasini. Va endi run qilganda chiqdi. Endi yana buni runni bosaman. Xatosiz bo'lishi kerak. Bu yerda SMS chiqishi kerak. Xo'p, ChatGPT ketyapti. Mana ko'rdinglar, sразу SMS keldi. Today kod bo'yicha kodim tayyor, bolalar xursand. W Studio Jahongir aka ishlayapti, bizni o'ylayapti deydi. Men ham xursandman. Ular shunaqa o'ylashadi. Xo'p. Bu qisqacha tushuntiruv. Agar sizlarga shunaqa tema yoqsa, ko'proq kommentariy yozinglar. Чтобы men bilishim uchun, yana qaysi temalarni olib chiqish kerakligini. Bu narsa juda ham muhim. Sizlar agar kompaniya boshqarmoqchi bo'lsanglar, hozir men SMM chidan qutulganman. Yana juda ham ko'p ishchilardan qutulganman shuni evaziga. Bu orqali juda ham boshqa ko'p narsalar qilsa bo'ladi. O'sha aytganimdek, hatto juma bilan tabriklash ham bu juda ham muhim. Qaysidir kompaniya uchun save qilamiz va biz ssenariyalarimizni ko'rsak, mana bu joyda social media upload degan narsam bor. Upload. Bu nima qiladi? Mana o'zini olib turay bu yoqqa. Buni qiladigan ishi, bitta joyga fayl yuklayman. U faylni oladi bu yo'llar bilan. Faylni nomiga qarab bu bizga GPT tekst tayyorlab beradi. Misol uchun aytaylik. Run qilamiz shuni. Run this module. Aytaylik, faylni nomi Yevropada o'qish qiyin degan faylni nomi. Hozir tushunib bo'lasiz nimaligini. Endi hozir buni outputini ko'rsam, oldingini kutamiz. Mana. Choices, index, message. Mana bu nima qilib berdi? Bu YouTube'ga title qilib berdi. Hashtaglari bilan TikTok'ga title qilib berdi hashtaglari bilan, Telegramga qilib berdi va Instagramga qilib berdi buni bu joyda. Endi buni olaman-da men. Mana bu joyga faylni yukla deyman, bu joyga tekstni yozib ber deyman. Bu keyin boyoqqa boradi. Bu yerda tekshiradi. Agar upload bo'lgan bo'lsa, mana bu dalishi YouTube'ga upload bo'ladi. Agar upload bo'lmagan bo'lsa, yana harakat qiladi. Oxiri borib Telegramga jo'natadi. O'xshasa o'xshadi deydi, o'xshamasa o'xshamadi deydi. Va oxirida o'sha faylni yana o'chirib yuboraman. Shunaqa qilib men bitta joyga upload qilgan holda ham Instagramga, ham YouTube'ga birdaniga faylimni, videoimni upload qilaman. Bu menga juda ham ko'p vaqtimni ekonom qilib beradi va tekst o'ylashga ko'p vaqt sarflab o'tirmayman. Agar shu ham sizlar qiziq bo'lsa, bu haqida ham video qilaman. Lekin sizlar men qilgan narsamni ishlatib ko'ringlar. O'sha aytganimdek, yana boshdan bir marta qisqa qilib ko'rsataman eng muhim joyini. Mana buni bosasizlar,
importni bosasizlar и o'sha sizlarga faylda yuklasanglar, o'sha fayl hammasini qilib beradi. Вот. Video qiziq bo'lsa, like bosinglar, kommentariy yozinglar. O'ylaymanki, bu narsa juda ham qiziq va kerak. Bu narsani hozir qilmasanglar, keyin qolib ketishinglar mumkin. Shuning uchun ham like, obuna bo'linglar. Xullas, maksimalniy podдержка qilinglar. Hammaga rahmat.